Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar, opalar, noxush xabar bilan chiqyapman. Tojikistonlik bitta akamiz 8-etajdan yiqilib olamdan o'tibdi. Joylari jannatdan bo'lsin. Bu akamiz Tojikistonda Yovon degan shahardan bo'ladi. Akalar, opalar, kimki meni ko'ryap turgan bo'lsa, shu videoga sharoitlaring bo'lmasa like bosib tarqatib qo'yinglar, tanish bilishlaringga tarqatib qo'yinglar. Kimniki sharoiti bo'lsa ekrandagi nomerlarga, mana shu nomerlarga karta ochilgan. Kimniki qo'lidan qancha yordam kelsa, hozirdan moment bu akamizni jasadi morgda ekan. Buni Tojikiston olib kelish uchun ancha katta pul kerak. Xudo xolasa inshaalloh o'ylaymanki birgalikda hammamiz, kimki meni kuzatib boryapti turgan bo'lsa, shuncha paytdan beri birgalikda yordam qilamiz inshaalloh. Ekrandagi nomerlarga karta ochilgan. Kimniki qo'lidan qancha sharoiti bo'lsa, kartasida qancha puli bo'lsa, sharoitlaringizga qarab tashlashlaringiz mumkin. Bugun siz yordam qildingizmi, inshaalloh ertaga sizga Allohdan qaytadi. Bu akamizni bitta dadasi bor ekan, oilasida bitta o'g'il, dadasi ham invalid ekan, Rossiyaga o'zi yaqinda kelgan ekan, ishlagani 8-etajdan yiqilib olamdan o'tibdi. Kimniki sharoiti yo'q bo'lsa, haqiga bitta duo qilib qo'yamiz inshaalloh. Siz yordam qilyapsizmi, inshaalloh ertaga sizga qaytadi. Akalar, opalar, shu videomizni qancha ko'p bo'lsa like bosamiz, qancha ko'plaringga tarqatamiz va обязательно kommentariyaga o'tib kommentariy yozamiz. Har bittamiz boshimizda bu narsa bor.